Aka. Bu men bir ömür sür boyu tak ötüp bitirgandek bilgen jüreyim aka. Qanda? Mening atrofimdagi butun yaqin aloqalarimning hammasi to'y qilib bo'ldi asosat. Malla qilib qoldim andiga kelgan desa. Peşimde 10 samarat. Amal yo'q ki azıq davrga qarab. Bu azıq davrda ham shu taraqqiyot bo'lgan sari to'y qilish, boshni bosh qilish, oyoqni tosh qilish bak murakkablashib ketib bordi. Bizning shu buvilarimizninki vaqtlari yaxshi ekan to'y qilishlar uchun. Buvilarimizning vaqtlarida buvilarimizning deb turishcha hamdi. Aş o'g'ilvalninki shu qilib, "Ey, monima" degan vaqtda mana shu buvilarimizning dadlari patonni so'rab apiriblar. Ya biri ağabeyisinki ve kepinikiga tengaplam. Ya bu o vaqtlarda bir kichik apalarimiz, cho'ng apalarimiz bor edi shu. Da bir cho'nglar bo'lmaylar, mashina ishlarini boshqatirib ketadigan, surishtirib yuradigan namini. Ashlar tapatdi ish qilib, yaxshi kepinaklarni. Ta'sirdan tutashtiriblar shu. Shunda sog'lom tug'ilgan bolalar. Masalan, bizning dadlarimizdan sog'lom tug'ilgan mana. Liq jiliklar mana. Shunda payz tug'ilibdi. Qovul, ustixonliq. Bizning dadlarimizning mezgillari keldi. Bizning dadlarimizning mezgillarida bizning dadlarimizning ommillariga qara, cho'ng apalariga uni men tanishtiriblar va chiroyliqlar. Bizning onlarimiz bilan bosh oyoq tash qilib qo'ygan mana. Hozir mana bizning davrlarda unda patonni so'rab apaganga bizning bola kelmaydi. Bizning bolasi kelmaydi. Ama ammalarimiz var. Masalan, Havzan deb bir ammamiz var. Onlar qizlarni tanishtirdi. Tenten de bir çoğun apamız var bizimki şu. Kızlar da yani yağdırıp götürdü aldığımda. Tallar acının balam deyip. Azıma doğuyun da bir tağımız çıktı. Kum da kız var vakılı da. Tallaysız, kıllaysız. Hiç kaçı da akmaysız deyip. Hazır kına bizden balla iş kılıp. Kuvvet cihettim bağı. Azık devrinin balları nürlamcı mı? Bizden azık devrinin balları bu jilikli alakası kanmı diye. Kepine qo'laydigan ishlar bo'lib qolsa, xonidan 4 nur urib qolgan. Ishki maydan qo'llamaylar, shu og'izda ko'pik ketib qolgan. Biz bundaroq ajizlarning qorchiq kayni ketib qolgan. Kepine tutay deb qo'ygan qo'llar munda o'kilib ketadi. Ishqilib bu badan yama ajizib ketdi hozirgi yoshlarningki, hozirgi davrning bolalarining. Hey, ishqilib unim dedik, bunim dedik. Hozirgi ana ashta bo'lsa-mu, hozirgi davrda yana nurg'un bolalar to'y qilib yubordi. To'ylarni qilib oldi, xotinlarni ilib oldi. Xotni bo'lgan 8 yil bo'lmay uy kirib oldi. Qilib. Bu bizning davr mushta o'tib ketdi hamdi. Endi qara eng xatarli bosqich nima bo'lib qolsa? Bizning bolalarimizning davrlari. Mana hozir bizning bolalar tug'ilyapti, kichik bolalar 6-7 yosh kirdi, keyin buna endi tug'ilyapti, engada. Qizlarning bilan yurib ketadigan hamdi. Uning ustiga hozir da jiroqdan qarasang, yani qas kepinak, qanot degan chig'ir, chiroyli. Endi ham bunda kepinda sapsasang, ay mashadi yong'oqli bir suva go'dan chiqib ketdi. Ish qilib bizning bolalarning patangdan vaqtiga so'rab apasaq uning kelmaydi, yo patangni bilan tutib akilanmaydi. Nima bilan kerak ketamiz vaqti kelganda. Ben şu müştaq qarsam patağını tutup bizden vallahi bunu keyin keladi. Ağayın silmir başlap keladi.